Kimdir chet davlatga o'qishga ketib, har oy O'zbekistonga pul jo'natyaptimi, u odam o'qimayapti. O'qishni yig'ishtirib qo'yib ishni bosyapti. Farqi yo'q qaysi davlat, Koreyami, Angliyami, Germaniyami, Amerikami, shu bir har oy tindirmasdan $500 yuqori miqdorda pul jo'natyaptimi sizga, o'qish qolib ketyapti, shu narsani bilinglar. Dunyoni xohlagan mamlakatida, O'zbekiston bo'lsin, boshqa chet davlat bo'lsin, talabalar o'zi eng minimal sharoitda yashaydi va eng kam to'lanadigan ishlarda ishlaydi odatda. Ofitsiantlik, dastavshiklik, mana shu Germaniyada ham shunaqa. Va bu bilan o'ziga ehtiyojiga yetarli pulni topgandan keyin talaba odam ishni to'xtatib o'zi o'qishni o'qishi kerak. Lekin boyagi uyga ham pul jo'nataman degan muammosi bo'lsa, o'qish ham qoladi, faqat ish bilan band bo'lib qoladi. Bunaqalar juda ko'p. Germaniyada ham men bilgan taniganlar sharoiti shunaqa ko'p ishlab yurishadi. Ota-onalar agar rostdan farzandingizni chet el universitetida o'qisin deb o'qishga jo'natgan bo'lsangiz, iloji bo'lsa undan pul talab qilmanglar. Pul talab qilmasangiz ham jo'natyaptimi, aytinglar, "Sen o'zi o'qiyapsanmi, o'qishingni o'qi, keyin jo'natasan ishga kirgandan keyin" deb. Chunki bu talabalik paytidagi jo'natgan pul u qisqa muddatli. 1 yil 2 yildan keyin agar o'qimasa vizasini cho'zib bermay qoladi, o'qish ham, viza ham, hayot ham hamma joyinsa pishadi. Menga ko'pchilik ota-onalar yozadi-da, o'g'lim deydi O'zbekistonda 2-kursda o'qiyapti, 3-kursda o'qiyapti, bu yerdagi o'qishni to'xtatib, chopib yoki period qilib Germaniyaga jo'natmoqchiman. Qanday jo'natsak bo'ladi deydi. Men aytaman keyin, oilada finans qanaqa? O'g'lingizga 1 yillik, 2 yillik bir blok shot qo'yib, ondan finans bilan ta'minlay olasizmi desa, yo'q, u borib turib shu yoqda ishlab o'zini ta'minlab bizga ham 1-2 so'm jo'nata olmaydimi deb so'raydi-da. Jo'natish uchun boyagi narsa o'qimasligi kerak bo'ladi. Bu yerda mesni aholisi, masalan, nemisning o'zi o'sha kam to'lanadigan ishda ishlab o'zini o'zi boqa olmay qoladi. Talaba odam ham o'qib, ham o'zini boqib, ham uyga pul jo'natishi qiyin masala. Xohlagan davlatda shunaqa, xohlaysizmi, yo'qmi? Shuning uchun ras o'qishga ketdimi, shu o'qishni xohlaysizmi, o'qisin. Bu meni o'zim boshimdan o'tgan talabaligimda nafaqat o'zim boqish u yoqda tursin, qarzga ham kirib ketganman, yon atrofimda ham shunaqa O'zbekistonga pul jo'nataman deb o'qish qolib ketib, hayot ham qolib ketib, boshqa narsa bo'lganlar ko'p. Bu hayotni real bor narsasi, chetda yurgan любой odam tasdiqlashi mumkin. Hozir kirib turasizmi, biz borish xohlamayapsan, Germaniyaga nima, raqobatchi bo'lamiz, u degan gap kerak emas. Bu shunchaki haqiqat bor narsa, tamom. Boyaginday o'g'lim chetga borsa, pachka pul jo'natadi deganlar deb o'ylayotganlar uchun hayot qanaqaligini ko'rsatib berish bo'ldi.